Xush kelibsan, o'g'lim. Itachi, oxiri yetib keldingmi? Ota, ona. Biz seni tushunamiz, Itachi. Biz-ku tushunamiz, lekin klanchi ular qabul qilisharmikan? Nima? Oxiri yetib mana u keldi. Indamay o'tiruvdim-a? O'ldirib ketdi. Haligi men majbur bo'lgandim. Qo'shni qandaysiz? Yaxshimisiz? Rostini aytaman, men majbur bo'lgandim. O'zini biznesmen deb o'ylayaptimi bu? Indamay o'ldirib ketdi, nomard. Kelibsan-da Itachi, kelishini kutgandik. Nima bo'lganini hammamizga tushuntirasanmi? Men rostdan ham hammalaringizdan uzr so'rayman. Meni kechiringlar. Uzr bilan ish bitmaydi. Gapiga quloq solma. Men seni muxlisingman, Itachi. Ularga quloq solma. Men sen tomonman. Lord ikkinchi, sening muxlisingman.